Xavfsiz hudud, xavfsiz mahalla. Ushbu tamoyil asosida poytaxt hududida keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Maqsad mahallalarda xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, aholi tinchligi va xotirjamligini ta'minlash. Hozir shu haqida. Joriy yil boshida respublika mahallalarini jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish va xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha O'zbekiston prezidentining tegishli qarori qabul qilingan edi. Yaqinda ushbu qaror ijrosi yuzasidan parlamentning idoralararo ishchi guruhi poytaxt mahallalarida o'rganish olib bordi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahrida yil boshida 108 ta kriminogen vaziyati og'ir mahalla qayd etilgan. Qizil va sariq toifadagi mahallalarni isloh qilish maqsadida har biriga mas'ul rahbarlar biriktirildi va individual yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Shundan so'ng hududning ichki infratuzilmaviy muammolari, mahalla yettiligi faoliyati hamda ijtimoiy xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli rejalar hayotga tatbiq etildi. Har bir o'sha qizil toifalar mahallalar hamda sariq toifalar mahallalar bo'yicha ilmiy amaliy yondashuvlar asnosida metodikalar ishlab chiqildi va bu metodikalar ham o'sha mahallalarga yetkazib berildi. Ya'ni bu yerda eng asosiy masala o'sha jinoyatchilikning asl sabablari, uni kelib chiqish omillari nimadan ekanligi, uni qay tarzda buni jinoyatlar sodir etmasligi bo'yicha tavsiyalar, takliflar ishlab chiqildi. Xususan, yo'l xaritalariga asosan mahallalarda xavfsiz ko'cha va xavfsiz yo'laklar tashkil etildi. Ya'ni mahallalar kirish-chiqish joyiga, aholi gavjum ko'chalarga Face ID hamda video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Ichki yo'l va yo'laklar yoritish vositalari bilan ta'minlandi. Prezidentimizning birinchi sonli qarorlari chiqqani 3-yanvardagi juda bizada katta o'zgarishlar bo'ldi. Men juda ham xursand bo'lganim har bitta hududga rahbarlarni biriktirganligi. Nobahor mahallasi fuqarolar yig'inida misolida aytadigan bo'lsam, 3 yilgacha qizil hudud bo'lib hisoblanganmiz. Asosan bizning kriminogen zonalarimiz mana shu Chilonzor metro atroflari hisoblanadi. Hududimiz 15 ta katta ko'p qavatli uylar bo'lsa, har bittasiga kameralashtirildi. Mahalla hududimizda o'rnatilayotgan mana tashvish signallari, kameralar bu bizani aholimiz juda ham xursand qildi. Mana hozir yo'l xaritasi qilindimi, har bitta fuqaro bilan ishlayapti-da. Uni ishga kerak bo'lsa joylashtirish, sog'lig'iga kerak bo'lsa sog'lig'iga yordam berish. Ana shu narsalar ijrosini topyapti-da. Shu bilan birga mahallalardagi ko'p qavatli uylar, xonadonlar, ijtimoiy savdo va maishiy obyektlar atrofida kameralar hamda tashvish tugmalarini uchratish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, 102 tizimiga kelib tushgan murojaatlar bo'yicha voqea joyiga yetib borish vaqti 10 daqiqadan 5-6 daqiqagacha qisqargan. Bizda 31 ta ko'p qavatli uylar bor. Shularning har bir kirish yo'lagiga qo'riqlash xizmati bilan hamkorlikda tashvish tugmachalar o'rnatib chiqdik. Tezkor boshqaruv markaziga integratsiya qilindi. Va undan tashqari bizda yo'nalish mana bozor bor. Bozor oldiga PPK xodimlari xizmat olib boradi. Vinovodka, katta-katta internet klub, bilyardxona, katta-katta do'konlar hammasiga qo'riqlash pulti o'rnatildi. Knopka bosilganda ularda vaqt belgilangan 3 daqiqadan 5 daqiqa ichida zudlik bilan yetib kelyapti va jinoyatni hamda huquqbuzarlikni oldi tez olinyapti. Bundan bizlar juda katta va yaxshi natijaga erishdik. Qidiruvda bo'lgan fuqarolar ushlandi. Birinchi chorakda Semrov mahallasi qizil hududga tushgan edik jinoyat hisobiga. Mana ikkinchi chorakda hozir qizildan sariqqa o'tkazib oldik. Ishchi guruhlar tomonidan voyaga yetmaganlar, tarbiyasi og'ir yoshlar, probatsiya hisobidagilar va xotin-qizlarning muammolari xonadonbay tarzda o'rganilmoqda. O'rganishlar davomida 2600 dan ziyod ishsizlar va muqaddam sudlanganlarning bandligi ta'minlandi. 6000 ga yaqin ijtimoiy ko'makka muhtoj xotin-qizlarning muammolari hal etildi. Ularning reproduktiv salomatligini mustahkamlash bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Hurmatli prezidentimizning qarorlari hammamiz uchun dasturul amal bo'lib xizmat qildi. Mahallamizni xavfsizligi va fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash uchun o'z vaqtida chiqqan qaror bo'lib, bu bizga juda ham qo'l keldi. Xatlov natijasida 28 nafar ishsizlarimizni aniqlab oldik. Bu 28 nafar ishsizimizni layoqatiga qarab, ularni kasbiga qarab ish bilan ta'minladik. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, davlatimiz rahbarining qarori ijrosi yuzasidan kameralashtirish 131% ga, qo'riqlovga olish ishlari 124% ga bajarildi. Profilaktik tadbirlar natijasida alohida toifadagi shaxslarning 89% murojaatlari ijobiy hal etildi. 2025-yil ikkinchi choragida ham xayrli tashabbus har bir mahallada davom etadi. O'zbekiston yetakchisi qarori asosida shakllangan xavfsiz muhitni yaratish mexanizmi huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, qolaversa yurtimizni jinoyatlardan xoli hududga aylantirishda dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda.